Hammaga assalomu alaykum. Tokioda itlar uchun maxsus kafe borligini bilarmidingiz? 9 yildan beri yashab bilmagan narsam shu qolgan edi, to'g'risini aytsam-da. Yaqin kunlargacha bunaqa narsa borligini bilmasdim. Bu yaponlar odamlarga bermagan mehrni itlarga, mushuklarga shu darajada berishadiki, ko'rib odam hayron qolishadi. Pet cafe deyiladi. U yerga borib itlar, mushuklar yoki yana qushlarga, yoqimtoy kichkina nimalarga, surikatlarga ovqat berasiz va ularni ovqat yeyishini ko'rib, stressingizdan xalos bo'lasiz. Bu shunaqa biznes hozir rivojlangan Yaponiyada. Lekin itlar uchun maxsus kafe borligini men shu kungacha bilmasdim. Ishxonadan shunday chiqib kelayotganimda İşlerini yürütemiz Nokia'da bir gün üye baramana pa Tony Montana değil. Gece uxlamin işledim oyladım isbatlaşım gerekleri işine kul yap. oldida kichkina pet shop bor va shuni ikkinchi qavatda kafe bor. Pastda faqat maxsus itlar uchun kiyimlar, ovqatlar, dorilar sotadi. Shuni yuqorisa kafe bor ekan, lekin to'g'risini aytsam, joy juda ajoyib, manzarali. Men u kafeni shu kungacha oddiy kafe, odamlar uchun maxsus kafe, endi chet ellik sayyohlar uchun kafe deb o'ylagan ekanman, to'g'risini aytsam. Lekin adashibman, u itlar uchun ekan. Boya kelayotganimda 4 taga yaqin itni boshini konusga kiygizib olib kirishdi. Bitta katta stol, atrofda 4 taga yaqin it, kalasiga konusga kiygizgan, bitta tortning ustiga bitta sham to'lgan kun parti bo'lyapti. Bu odamlarga berishmagan mehrni itga qanday berishyapti. Eng qizi, itlar uchun maxsus mashinada joy bor. Itlar uchun maxsus mehmonxona bor va itlar uchun maxsus qabriston ham bor ekan.